Assalomu alaykum. Eshitmadingizmi? Siz ham eshitmadingizmi? Kechirasiz. Opa, eshitmadingizmi? Qizlar kechirasiz. Kechirasiz. Sizlar ham eshitmadinglarmi? Eshitmadingizmi? Siz ham eshitmadingizmi? Eshitmadinglarmi hali? Eshitmadinglarmi? Nimaga haligacha bu bomba yangilikni hech kim eshitmagan? Bu yangilikni o'zim sizlarga aytmasam, hali hech kim bilmas ekan. Hurmatli yo'lovchilar, endi Dushanbe shahriga borish yanada qulay va osonlashdi. Chunki Toshkent avtovokzalidan yangi yo'nalish, ya'ni Toshkent Dushanbe yo'nalishi bo'yicha yangi reyslar yo'lga qo'yildi. Birinchi reys 24-fevral kuni soat 16:30 dan boshlab amalga oshiriladi. Yo'nalishlar haftada 2 marotaba, seshanba va juma kunlari soat 16:30 da amalga oshirilishini ham ma'lum qilamiz. Chiptalarni siz xohlasangiz avtovokzal kassalariga kelib xarid qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam onlayn Avtotiket.uz va Uzbas ilovalaridan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir qo'shimcha ma'lumot. Toshkent Dushanbe yo'nalishidagi avtobuslar qulay, zamonaviy va yotoqli avtobuslar ekanligini ma'lum qilamiz. Endi sizlar ham Dushanbe shahriga sayohatingizni Toshkent avtovokzali orqali zamonaviy davlat nazoratidagi avtobuslarda amalga oshiring. Agarda qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, ekranda qoldirilgan raqamlarga yoki bo'lmasam Directga murojaat qiling. Sizlarni barchangizni Toshkent avtovokzalida kutib qolamiz.